Sizlarga hozir bir kunda qanday buyrak toshdan xalos bo'lganimni aytib beraman. O'zim Sayxunobod tumanidan kelganman. Bu yerda mana 9-sira keldim. Doktorlarga rahmat, sirasi joylashib oldi. Bir 5 soat tayyorlagandan keyin meni xonaga olib kirishdi, operatsiyon xonaga olib kirib, shu toshlarni qanday olishini men o'zim ham deja qarab turdim. Haqiqatan texnika rivojlangan ekan. Hozirgi nimada davlatimizga rahmat, mana shunchalik sharoit qilib berganlariga rahmat. Ko'rib o'zim ham hayron qoldim-da. Bemalol mana men o'zim qarab turibman ekranda, nimani toshlarni qanday olyapti, qanday maydalayapti, olyapti, hammasini ko'rib o'zim turdim. Shunday beldan pasti qotib qolar ekan, endi narkoz berar ekan, umumiy narkoz bermas ekan endi. Tosh lekin katta edi, 2 santimetrlik tosh edi. Yana o'zlarini tilda qanday aytadi men tushunmayman. Qattiq tosh ekanda, osonlikcha maydalanmas ekan. Maydaladi, Xudoga shukr 40 minut, 35 minut mana shunday ichida, mana shu 35 minut ichida qutuldim toshdan. Mana o'zlaringiz ko'rib turganday, Xudoga shukr. Mana bir kun amaliy o'tgani yo'q, bir sutka bo'lgani yo'q. Bemalol turib yurib ketyapman. Bularning boshchiligida mana Vostaka boshchiligida shogirdlari mana Samirjon, Sayfiddinjon mana shu vrachlar endi kirib ana qilganda aniq shularni tandim. Yana qolganlari ham yana ikkita shogirdlari bor ekan. Katta rahmat deyman Vosjonni qo'li haqiqatan yengil deb men eshitdim. Bir 5 oy oldin to'g'risi men bu toshni o'z bilardim borligini. Keyin qo'rquvdim. Teshadi uni, pochkani teshar ekan, keyin chashkani ichiga kirar ekan, qo'rqib, to'g'risi vahima bilan yurayotgandim. Sal og'ir bo'lganda to'g'risi keldim, yotqizishdi. Domla ishingiz bo'lmasa, domla ekansiz deb. Yo'q, hazil hangoma qilib, men bilan bemalol hangoma qilib toshni olib tashladi. Haqiqatan qo'li yengil ekan. Istardim mana shunaqa Vosjonim shogirdlar ko'p chiqarsin. Mana shu xalqimizga yordam bersin. Rahmat deyman. Qarang, shu yergacha ko'rgan bemorlarga bizga podpiska bo'lib qo'ysan deb aytsangiz zo'r bo'lardi. Podpiska bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Iloji bo'lsa podpiska qo'yib qo'yinglar, like bosinglar. A'zo bo'lsangiz, mana bu yigit haqiqatan Jamshidjon mana kelib hozir aytayapti, men bir ana bemorlardan holidan xabar olay deb shunchalik vaqt ajratib kelibdilar. Rahmat Jamshidjonga ham. Men nima demoqchiman? Qolgan hech kim boshi og'rimasin, hech kim ana yuragi og'rimasin, boshqa bo'lmasin, lekin og'riq agar ham bo'lganda iloji bo'lsa mana shu yerda kelsa tezroq davolanib chiqib ketar ekan. Hech qanaqa kesmasdan qildilar. Yo'q, hech qanaqa kesmasdan. Mana men hozir joyini ko'rsatishim mumkin. Mana sherigim Ikromjon bilan birga yotibmiz. Mendan yarim soat oldin Ikromjon kirib chiqdi. Aka hech qanaqa vahima emas dedi. Qo'rqmasdan kirib chiqavering dedi. Ignaday joyi teshilgan bo'ldi. Hozir og'rig'am yo'q, hech narsa yo'q. Bo'ldi shekilli. Buni ham ertaga olib tashlaydilar, ertaga. Ertaga olib tashlaydilar. Like bosinglar, a'zo bo'linglar, mana shunaqa yangiliklarni mana shu gruppadan tomosha qilib boraverasizlar.